Xo'sh, keyingi jamoa Navbahor jamoasi. Navbahor Kapadzeda uyga kelgandan keyin ketma-ket g'alabalar qozonyapti, ham yutadi. Keyingisi ham yutadi. Lekin chempionlik bo'lish uchun kurashadimi desa, birinchi, ikkinchi o'rin yo'q. Uje kech, hamma narsa kech. 3-o'rin uchun o'sha Buxoro bilan kurashadi, 3 to'rni oladi. Kapadzeda tushunmayotgan narsam, hamma o'zini shu bilgan bolalarni yig'yapti. Olimpik bolalar 3-o'rin shunga aniq qiladi. Ya'ni kuchli o'yinchilar yig'ayotgani-yu, o'sha stadion effekti, muxlislar effekti, stadionni ko'ryapsizlar, natija bo'lganiga bittada to'lyapti. Zo'r vodiy o'zi yondiryapti muxlislarni jalb qilish bo'yicha. Lekin Kapadzeda baribir ham men bahoni Kapadzega o'shanga hech qachon terma jamoada emas. Har doim Navbahorda beraman deganman. 3-o'rinda olsa o'rtacha murabbiy deb bilaman, lekin agar ikkinchi, birinchi o'rinlarga kurashib ketsa, shu jarayonda gap yo'q deyman. Xato qildim deb qo'limni ko'taraman. Navbahorda kutadiganimiz 3 va 4-o'rin. Bu yilda tarkib o'zgartirmasa, xuddi Neftchidagi, Paxtako'rdagi saviyali anaqa qilib qo'ymaydigan bo'lsa, o'z Kapazdedan yoshlarni kutib qolamiz. Maqsad emas, lekin yoshlar natijasi shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Omad Navbahorga.